إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. 3-mad almashma mad. Almashma deganimiz sakinlik hamzining o'rniga almashgan madni ko'rsatadi. Bu 3 xil, masalan 3 harfninki har bir misol ayrim-ayrim. Bu misoldan tafsili bilib olsak bo'ladi. Masalan, amanu almashmadninki misollari mana birinchisi amanu. Bu misol qaraylik. Amanu. Buningki mana aslisi qaraylik. Aslisi buning amanu. Mana mana tuvandagi sxema qaraylik. Mana amanuning aslisi amanu. Oldida bir hamza bor. Keyin yana bir hamza bor. Buni hamda asonlashtirish qoidasi bo'yicha amanu deb o'zgartimiz. Shunda o'g'achqa buni almashmad deymiz. Desak hamza keldi, keyin harf keldi. Amanu. Demak bu yerda madda badal, ya'ni almashmad bo'ldi. Yana bir misol utu. Buningki aslisi utu. Buni utu o'zgartimiz. Shuning uchun biz utu degan mushadiki madni mad badal deymiz. İmanukum, imana degan mana masala asli buningki imanukum bo'ladi. Qoida bo'yicha buni imanukum deb o'zgartdik. O'xshashlam bu mad badal bo'ldi. Ya'ni almashma mad bo'ldi. Unda bo'lsa sabab ikki xil dedik, hamza va sakin. Hamza sabablik paydo bo'lgan 3 xil mad tugdi. Hamza sabablik paydo bo'lgan tutashma mad, ayrilma mad va almashma mad. 3 mad tugdi. Hamda sakin sababidan paydo bo'lgan 2 xil mad. Buni so'zlaymiz. Sakin sababidan paydo bo'lgan 2 xil maddan birinchisi o'tkinchi mad. Ya'ni madd arid lis-sukun. Madd arid lis-sukun. Madd arid lis-sukun degan qanday mad? Desanglar, bu arid lis-sukun deganning ma'nosi asli sukun emas degan gap. Asli sukun emas, to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun degan gap. Demak, mishada maddaribning keyindan kelgan sukun asli sukun emas, balki to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun degan gap. Masalan, yaqilun desak, yaqilun desak, mishada eng oxirgi harf nima? Nun. Yaqiluna aslisi zabarlik. Nun zabarlik bu yerda. Biz to'xtamoqchi bo'lgan chaqda to'xtash qoidasi bo'yicha eng oxirgi harfni sakinga o'zgartib to'xtaymiz. Shundami? Shu ayvadagi zabar, nunning zabari sukun o'zgardi. Shuning uchun bu yerda yaqilun deb nun sukun o'zgardi. Demak, oldida kelib vav, yaqilu. Vavning keynidan sukun keldi. Bu yerdagi sukun asli sukun emas, to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun. Men yana bir misol qaraydigan bo'lsak, maliki yawmiddin desak biz mushada to'xtaymiz. Mush oyatning oxiri yawmiddini. Mush kalimada to'xtamoqchi biz. Ad-dini. Nun bu yerda zirliq. Shundami? Nun zirliq. To'xtash qoidamiz bo'yicha nunni sakinga o'zgartdik. Yawmiddin nun sakin o'zgardi. Demak, mana bu qizil harf ya mad harfi. Shundami? Mad harfining keyindan sakin keldi. Bu sakin qanday sakin? Asli sukunmi yoki to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukunmi? Asli sukun emas. Balki to'xtash sababidan paydo bo'lgan, ya'ni to'xtash sababidan hosil bo'lgan sukun. Shunga madd arid lis-sukun degan asli sukun emas, to'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun. Mush sukundan paydo bo'lgan mad degan gap. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Demak, mush to'xtaydigan, turg'ishda keladigan madlar asosiy madd arid lis-sukun bo'ladi. To'xtashga munosabatlik mad.
يعقلون يعلمون يشكرون نستعين مفلحون. Demek to'xtashga aloqador madlar madda aridli sukun, ya'ni o'tkinchi mad bo'ladi. Hamda bu madda aridli sukunni farqlantirgan chog'imizda boshqa madlardan biz to'xtagan chog'da oxirdan sanaganda ikkinchi harf, oxirdan sanaganda birinchi harf nima? Nun. Ikkinchi harf nima? Ya. İkinci harf mush harf maddar bo'lish kerak. Mushunga qilsak bo'ladi. Bo'lmasa boshqa madlar va buning o'xshab ketadi. Shuningdan farqlantirma qilamiz. Madda arid li sukun, ya'ni o'tkinchi madni farqlantirgan chog'imizda boshqa madlardan oxirdan sanaganda ikkinchi harf maddar bo'lish kerak. Yawmiddin degan chog'da ya mushahada oxirdan sanaganda ikkinchi harf ya maddar. Bu o'tkinchi madning miqdori 2 4 6. 2 4 6. Qanchaga suzaymiz? 2 4 6. Masalan, Maliki yawmiddin. Shikirga sozsak bo'ladi. Maliki yawmiddin. 4 haraka sozsak bo'ladi. Maliki yawmiddin. 6 harakat. Almashtirib so'zavasak bo'ladi. Masalan, biz sura Fatihani o'qimoqchi bo'lsak, buningda asosan oyatlarning oxirida to'xtaymiz. Bu yerda asosan o'tkinchi mat shakllandi. Bu yerda biz o'tkinchi matning miqdorini 2 4 6 dedik. O'sha diqqat qilgan masala, ba'zi yerda 2 ni, ba'zi yerda 4 ni, ba'zi yerda 6 ni almashtirib so'zlasak bo'laverdi. Masalan, Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Shikirga so'zlagan bo'lsak, Ar-Rahmanir-Rahim. Mayada 4 ne? Maliki yawmiddin. Hozir 2 4 6 ayrim so'zdik. Keyinda ulaplam yana shikirga so'zlasak bo'laveradi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Almashtirib 2 4 6. Almashtirib so'zaveramiz. Demak, o'tkinchi matni 2 4 6 miqdorda almashtirib so'zsak bo'laveradi. Lekin yana bir diqqat qiladigan nuqta, madd muttasil, ya'ni tutashma mad, ayrilma mad, bu ikki madni almashtirib so'zlashga bo'lmaydi. Biz suraning 5ida biz surani o'qimoqchi bo'lgan bo'lsak, shu suraning 5ida shu madda munfasil, ayrilma mad yoki shu tutashma madni qanchalik so'zgan bo'lsak, oxirgacha shu bo'yicha so'zaymiz. Boshdalar masalan 4 harakat so'zgan bo'lsak, oxirgacha 4 harakat so'zabmiz biz. 5ida 5 harakat so'zgan bo'lsak, oxirgacha 5 harakat so'zaymiz. Oxirgi 5 harakat. Masalan, sura Baqarani o'qimoqchi bo'lsak, buningda biz bima unzila deb mushada nimmat va ayrilmad va. Mush ayrilmadni biz tunji ayrilmadni 5 harakat so'zgan bo'lsak, oxirgacha 5 harakat so'zaymiz. Tunji ayrilmad yoki tunji tutashmadni 4 so'zgan bo'lsak, oxirgacha 4 so'zaymiz. Lekin bir shart, bu madlarninki kuchlik ojizlik darajasi bo'lg'achqa, kuchlik madni ojiz maddan kam so'zlab qo'yishga bo'lmaydi. Bu yerda mad muttasil, ya'ni tutashma mad kuchlik mad bo'ladi. Ayrilma mad, ya'ni mad munfasil ojiz bo'ladi. Masalan, bir surani o'qimoqchi bo'lsak, buningda tutashma mad bor, ayrilma mad bor. Buni qanday qilamiz degan chaqda, tutashma madni 4 so'zgan bo'lsak, ayrilma madni o'xshashlam 4 so'zaymiz. Bu ikkisining teng bo'lsa bo'ladi. Teng so'zaymiz. Ammo tutashma madni bu kuchlik mad bo'lg'acha buni biz 4 harakat so'zab, ayrilma mad bo'lgan ayrilma madni 5 harakat so'zab maqsaq, bu chaqda to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu ayrilma mad ojiz mad. Kuchlik mad bilan ojiz madning miqdori yoki o'xshash bo'ladi, yoki kuchlik madni ko'p so'zaymiz. Masalan, ayrilma madni biz 4 so'zgan bo'lsak, tutashma madni 4 yoki 5 so'zaymiz.
Ayrılmadni biz 5 so'zgan bo'lsak, tutash madni bu kuchli mad bo'lganlik uchun 5 so'zaymiz. Ana bilan teng bo'lish kerak. Kuchli mad ojiz maddan oz so'zlab qolmaslik kerak. Mo'shanaga diqqat qilsak bo'ladi. Demak, o'tkinchi madda almashtirib 2 4 6 almashtirib so'zsak bo'laverdi. Lekin ayrılma maddi bilan tutash madni bayat degan qoida bo'yicha bir xil so'zaymiz. Tutash madniki yana bir misoli yawmun asir desak, bu yerda asir degan kalima to'xtamoqchi biz. Bu kalimaning eng oxirida sanaganda ikkinchi harf mad harfi. Demak, bu yerda bu yerdagi sakin to'xtash sababini paydo bo'lgan sakin. Asirun asli. Asir deb sakin bo'lib ketdi. Demak, bu yerda o'tkinchi mad bor. Miqdori 2 4 6. Yawmun asir. Asir. Xalqancha so'zsaq bo'ladi. Yataghamazun. 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 O'shunda 2 4 6 so'zaymiz. Yana bir eskartish. O'tkinchi matni to'xtamay, ya'ni bu oyatlarning oxirida to'xtamay, oxirdagi oyatga ulab o'qimoqchi bo'lgan chaqda bu yerdagi mad tabiiy mad bilan o'xshash bo'ladi. Ya'ni tabiiy mad bo'ladi. Masalan, Maliki yawmiddini iyyaka na'budu. Maliki yawmiddini dini iyyaka na'budu. Ulablanmagan chaqimizda demak Maliki yawmiddi degan mishadiki ya madni qanchaga so'zaymiz? 2 harakat. Tabiiy mad bo'ladi. Ammo bu yerda biz to'xtagan chaqimizda Maliki yawmiddin. Bu o'tkinchi mad bo'ldi 2 4 6. Demak, boya deganimizda o'tkinchi mad degan to'xtashda shakllangan mad deganimiz mana bu. Beshinchi mad izchil mad. Izchil mad deganimiz sukun sababining paydo bo'lgan maddan ikkinchisi. Izchil mad, ya'ni mad lozim. Bu eng kuchli mad. Eng kuchli mad. Beshinchi mad izchil mad. Ya'ni mad lozim. Bu mad ikki sabab bo'lgan hamza va sukundan iborat ikki sababninki sakindan paydo bo'lgan mad. Ya'ni mad harflarining keyin sakin kelgan chaqda shakllangan mad. Mad harflarining keyin sakin. Mad harflarining keyinidan sakin bevosita keladi. Asli sukun. Biz bayatimga o'tkinchi madda asli sukun emas, qanday sukun dedik? To'xtash sababidan paydo bo'lgan sukun dedik. Ma va mad lozimda, ya'ni izchil madda asli sukun o'zi kelish kerak. Ya'ni mad harflarining keyin sukun kelsa bu izchil mad bo'ladi. Izchil mad. Unda bo'lsa bu izchil madning turlari 4. Tashdidlik bir so'zlik izchil mad. Buni mad lozim kalimi musaqqal deymiz. Musaqqal degani mishada tashdidlik degan gap. Musaqqal tashdidlik. Tashdidlik bir so'zlik izchil mad. Ikkinchisi tashdidsiz bir so'zlik izchil mad. Mad lozim kalimi muxaffaf deymiz, muxaffaf. Üçüncüsü tashdidsiz bir harfdagi izchil mad. Harf. Tashdidlik bir harfdagi izchil mad. Bu to'rtinchisi. Al-mad lozim harfi musaqqal. Demak, bu yerda so'zdagi va harfdagi degan gap chiqyapti. Diqqat qilsak bo'ladi. So'zdagi mad va harfdagi mad. So'z, kalima. Masalan, veladdallin. Bu söz deymiz, kalima. Ama harf da'vatimiz ham matnga qaraydigan bo'lsak, tashdidsiz bir harfdagi, tashdidlik bir harfdagi deyapti. Bu harf deganimiz shu: alif, lam, mim, nun, qof, mush harflar. Ya'ni mutashabih oyatlar deymiz. Suralarningki 5da kelgan alif, lam, mim. Yani alif, lam, mim. Harflar. Tasin mesela. Taha degandek mutashabih oyatlar var. Mushadagi harflarni ne ko'z tutiladi. Mushada
tashdidsiz bir harf, tashdidlik bir harf deganimiz shu mutashabih oyatdagi harflarni ko'z tutadi. Harflarni maqsad qiladi. Unda bo'lsa mad lozimninki qancha xil turi bor ekan? Tashdidlik bir so'zdagi izchil mad, tashdidsiz bir so'zdagi izchil mad. So'z. Demak, so'zlikisi ikki xil bo'ldi. Andin tashdidsiz bir harfdagi izchil mad, tashdidlik bir harfdagi izchil mad. Demak, harfdagi yana ham ikki xil bo'ldi. Demak, 4 xil turi bo'ladi. Izchil madning yuqoridagi 4 xil turi bor. Endi buningki biz har birisi bilan ayrim-ayrim tanishib chiqamiz. So'z, so'zdagi tashdidlik izchil mad dedik. So'zni biz bilamiz. Veladdallin. Masalan, al-ana demak so'z, harf emas. So'zdagi tashdidlik izchil mad qanday bo'ldi desanglar, bir so'zda mad harfdan keyin tashdidlik harf kelsa, so'zdagi tashdidlik izchil mad bo'ladi. Demak, mayada mavzusi bu chiqib turdi. Tashdidlik dedik, tashdidlik so'zdagi. Degandan keyin mad harfning keyinidan bu yerda mad harfning keyinidan tashdidlik harf kelgan bo'lsa, so'zdagi tashdidlik izchil mad bo'ladi. Masalan, misol bilan tushuntirsak, bu nihoyatda oson bo'ladi. Hammamizniki as tutib olishimiz, tushunib olishimiz nihoyatda qulay. Misol qarayni. Mad harfi mishad nima? Veladdallin. Qaranglar, mad harfi alif. Bo alif keldi mad harf. Mad harfning keyinidan shaddlik harf keldi. Ya'ni tashdidlik harf keldi. Mad harfning keyinidan, ya'ni bir kalimadagi, bir so'zdagi mad harfning keyinidan shaddlik harf kelgan bo'lsa, bu so'zdagi tashdidlik izchil mad bo'ldi. Ya'ni mad lozim kalimi musaqqal. Buning miqdori 6 harakat. Veladdallin. Veladdallin. Demak, mishadagi alifning qancha harakat miqdori so'zlaymiz? 6 harakat. 6 harakat. Unda bo'lsa, diqqat qilinglar, mishada bir inchki masala bor. Hamshani cho'qim bilib olmasa qolmaydi. Alif keldi. Alifning keyinidan shaddlik harf keldi. Demak, biz mad lozimni alifning keyinidan, ya'ni mad harfining keyinidan sukun kelido deb so'zlagan boshda. Ya'ni mad lozimning sabab bo'lish, ya'ni paydo bo'lish sharti nima edi? Mad harfining keyinidan sukun keldi. Sababi sukun. Unda o'zi bu mad harfining keyinida sukun kelmidi deb qolgan deb qilishinglar mumkin hamda. Ba'zi qarindoshlarimiz mushada unda bo'lsa mad harfining keyinida sukun kelmay bu tashdid keldi deb qilish mumkin. Mushadagi shadda, mushadagi lam shaddilik keldi. Demak, bu yerda idg'om bor. Idg'om qoidasi va kirishtirib o'tish degandan iborat. Har qanday bir shaddilik harfda shu harfdan ikkisi bo'ladi. Demak, maya qaraydigan bo'lsak, lam shaddilik keldi. Mushada ikki lam bor asli. Birinchi lam sukunliq, ikkinchi lam zirliq. Idg'om qoidasi bo'yicha bu ikki lamni birlashtirib o'tib biz mayaga ustiga shadda qo'yib idg'om qilib o'tdik. Demak, mushada shaddining aslida nima bor ekan? Ikki lam bor, beshidikisi sakin. Shunga asli qoidamiz bo'yicha hamda bo mushada alif mad harfining keyinidan mushada sakinlik lam bor. Demak, mushada idg'omda ikki lam bo'lganlik uchun sakin bor. Demak, shart topildimi hamda mad harfining keyinidan sakin keldimi? Shuning uchun bu yerda mad lozim bo'ladi. Mad lozim. Buni qancha harakat so'zlaymiz? 6 harakat miqdori so'zlaymiz. Yana bir misol. Az-zakarayni. Mad harf keldi. Mad harfining keyinidan val shaddalik harf keldi. Mad harfining keyinidan shadd harf kelgan bo'lsa qanday bo'ldi? So'zdagi tashdidlik izchil mad. Az-zakarayni. Az-zakarayni. 6 harakat miqdori so'zlaymiz. Mad harfining keyinidan shadd harf keldi. Demak, bu so'zda keldi. Shuning uchun buni so'zdagi tashdidlik izchil mad deymiz. Miqdor 6 harakat so'zlaymiz.
Yani bir misal el-haqqah el-haqqah desek maddarib keldi, maddaribning keynidan shaddali kirib keldi. Bu bir so'zda. Ya'ni bir so'zdagi maddaribning keynidan shaddali kirib keldi. Demak bu so'zdagi tashdidlik izchilmat degan shu. Miqdori 6 harakat. Bu eng kuchli madlarning qatori. Unda bo'lsa izchilmatningki ikkinchi turi, ya'ni ikkinchi xili so'zdagi tashdidsiz izchilmat. Demak, bir so'zda maddaribning keynidan tashdid kelmay sukun o'zi keldi degan gapman. Mayada idg'am bilan kelgan to'g'ri boshlikda, mayada sukun o'zi. Masalan, men qaraydigan bo'lsak, al-ana desak, sakinlik lam keldi. Maddarib nima? Alif. Maddarifi alif. Alifning keynidan lam keldi. Lam bu qanday harf bu? Sakinlik harf. Demak, maddaribning keynidan sakin keldi. Demak, maddaribning keynidan sakin keldi. Mana o'xshash bir so'zdagi maddaribning keynidan sakin kelgan bo'lsa, bu so'zdagi tashdidsiz izchilmat bo'ldi. Ya'ni madd lozim, kalimi, muxaffaf, tashdidsiz. Bu Qur'onda faqat shu ikki yadlam keladi. Al-ana va qad asayta. Yana birisi al-ana va qad kuntum bihi tasta'jilun. Demak, mush al-ana deki mad qanday mad? So'zdagi tashdidsiz izchilmat. So'zdagi tashdidsiz izchilmat. Ya'ni mad lozim, kalimi, muxaffaf. Bunning miqdori o'xshashlam 6 harakat miqdorida bo'ladi. Bu eng kuchli madlarning qatoridir. Ya'ni mad lozimning turlari hammasi mad lozim tava har xil madlar hammasi bu eng kuchli mad. Mad lozim eng kuchli mad bo'ldi. Uchinchisi harfdagi tashdidsiz izchilmat. Biz so'zdagi ikki xil madni so'zlab bo'ldik. Hamda harf keldik. Bu harfdagi izchilmatni o'xshashlam tashdidlik va tashdidsiz deb ayrıldi. Demak, maddaribning keynidan tashdidlik harf kelsa, tashdidlik deb ayrıldi. Ya'ni harfdagi tashdidlik izchilmat. Maddaribning keynidan sakin o'zi kelsa, harfdagi tashdidsiz izchilmat bo'ladi. Demak, bu harfdagi qancha xil bo'ldi? 2 xil bo'ldi. Harfdagi tashdidsiz izchilmat, harfdagi tashdidlik izchilmat. Harf kalima emas, harf. Alif, lam, mim, nun, qof, sod deganga o'xshash harflar. Bu harflarni mad lozim, ya'ni izchilmatmi emasmi qanday bilamiz? Qanday shaklda desanglar, bu harflarni izchilmatmi yoki emasmi? Buni bilish uchun harflarni yeyishimiz. Ya'ni harflarningki asli, atalg'usi, ya'ni asl nom bo'yicha yozimiz. Alif, lam, ra degan chog'imizda alif, lam, ra. Demak, men o'tirdigan lamni mayaga yozdim. Qaranglar mayaga. Lam. Lamdan yozsak, lam deb o'qildi. Lam, alif, mim. 3 harfdan tarkib topdi. 3 harfdan tarkib topdi bu tovush. Lam degan tovush 3 harfdan tarkib topdi. Demak, bu 3 harfningki o'tirdik harf mad harfi. Keyingi harf sakinlik harfi. Demak, endi mayada harfdagi tashdidsiz izchilmat degan qanday bo'ldi degan mana shu aniqlik qaraydigan bo'lsak, 3 tovush bilan o'qiladigan. Yani 3 harfdan tuzilgan. O'ttir tovushi mad. Masalan, lam desak, o'ttirda alif mad harf bo'lib keldi. Oxirgi tovushi sukun. Lam desak, oxirdagi tovush, ya'ni oxirdagi harf mim sukun bo'ldi.
Tushundingizmi? Demak, harfdagi tashxis izchil mad degan gap, buni qanday bilamiz desanglar, 3 harflik, ya'ni 3 harfdan tuzilgan bir tovush bo'lib, bu 3 harfning o'tirdagi harf mad harf, keyindagi harf sakinli harf bo'lgan bo'lsa, bu harfdagi tashxissiz izchil mad bo'ladi. Buni bilish uchun boya degandek harflarni asli atilishi, asli nom bo'yicha yozamiz. Alif, lam, ra. Lamni yozdik. Lam, alif, mimdan iborat 3 harfni tarkib topdi. O'tirdagi harf alif, nima? Mad harfi, keyingi harf mim sukun. Demak, bu yerda lam degan iborat mana bu misaldagi qizil ranglik lam bu mad lozim, ya'ni izchil mad. Harf kelganlik uchun harfdagi tashxissiz izchil mad bo'ldi. Oltirga so'zlaymiz. Alif lam ra. Alif lam ra. Oltirga miqdor so'zlaymiz. Hamda tosin degan bu harflarga qarab boqaylik. To degan bu to 2 harfdan tuzildi. Bu tushmaydi. Shunami? Chunki mana nima dedik biz aniqlamada 3 harfdan tuzilgan dedik. 3 harfdan tuzilgan bir tovush. To desak, to bilan alifdan tuzildi bu tovush. To. Shunga bu to bu shartga to'shmaydi, mad lozim, ya'ni izchil mad bo'lmaydi. Sin desak-chi, sin desak buni yozamiz hamda. Mana sin qarab boqaylik. Sinni o'qilish bo'yicha yozsak, sin, ya, nun. 3 harfdan tuzilgan bir tovush ekan. Bu 3 harfning o'tirdagi harfi nima? Qanday harf? Mad harf. Keyingi harfi sakinli harf. Demak, shart kuchdimi? Keyingi harf sakinli harf bo'lg'achqa bu yana ham harfdagi tashxissiz izchil mad bo'ladi. Demak, yana oltirga so'zlaymiz. Tosin. Tosin. Oltirga so'zlaymiz. Yana bir misol. Sod. 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 O'xshashlan buni yozamiz. Sod, alif, daldan iborat 3 harfni tarkib topdi. Sod. Sod. Sod, alif, dal 3 harf. O'tirdagi harf mad harfi, keyingi harf sakin. Sod. Sod. Dal sukun qo'mishadi. Shunda bo'lg'achqa bu shart kuchishdi. Yana ham o'xshashlar harfdagi tashxissiz izchil mad bo'ldi. Buni miqdori qanday bo'ldi? O'xshashlar yana 6 harakat. Sod. Sod. 6 harakat miqdorida so'zlaymiz. Darsimiz mana shunda oxirlashdi. Keyingi darslarimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.